Hürmetli vatandaşlarım, bugünkü leksiyemizni başlaymiz. Leksiyemizning mavzusi mundaq. Yevropa İttifaqı nega boradi? Nerede qoladi? Angliya Yevropa İttifaqıdan ayrilish yo'lini tanladi. Mavzuli xabar 6-ayning 24-kuni BBC'ning Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Növbet e'lon qilingan bilet sanashning natijasi mundaq bo'ldi. 51.9% bilet tashlag'uvchilar Yevropa İttifaqıdan ayrılıp chiqishni qo'lladi. 48.1% bilet tashlag'uvchilar Yevropa İttifaqida qolish uchun bilet tashladi. Yevropa İttifaqıdan ayrılıp chiqishni planlag'uvchilar, qo'llovchilar 17.410.742 bilet girişdi. Her qandaq bir guruh referendum ötküzüp elish tegishlik bo'lgan bilet soni 16.813.000 biletdan alqib chiqdi. Yevropada qolishni qo'llovchilarning ilishgan bilet soni 16.141.241 parcha bilet girishdi. Demek farq ana shundoq bo'ldi. Angliya Mustaqilchilar partiyasining raisi Farage Negil referendum orqali bilet tashlash orqali Angliyaning Yevropadan ayrilishini Angliyaning mustaqillik kuni deb e'lon qildi. Angliyaning Yevropadan ayrilishini Angliyaning mustaqillik kuni deb e'lon qildi. Lekin Yevropa İttifaqida qolishni qo'llovchilar buni bir ofat deb tasvirladi. Bilet tashlash natijasi muqimlashgandan keyin fond sterlingning dollarga ayriboshlash qiymati tushib ketdi. Bu qatimqi referendum ve bilet sanash 6-ayning 24-ning attiganda Manchesterda e'lon qilindi. Angliya parlament a'zolari 2 yil elib berilgan Angliyaning Yevropada qolishi va Yevropadan chiqib ketishiga aloqador suhbatlar to'g'risida qonun chiqarishni faraz qilishdi. Bryussel boshqa a'zolar bilan birlikda bundan keyingi o'zaro munosabatlarni, Yevropa İttifaqida qolib qolgan davlatlarning o'zaro munosabatlarini o'rinlashtirishni muhokama qildi. Şotlandiya Millatchilar Partiyasi hokimiyat yurgizayotgan Şotlandiyada hukumatmi mustaqillik uchun ikkinchi qatam referendum, ya'ni umumiy xalq bilet tashlash, umumiy xalq ovoz berishni yo'l qo'ydiganligini shuna mumkinlikdan bishorat berdi. Mustaqilchilar Partiyasining boshlig'i bu harakatga Farage Negil bu harakat fuqarolarning g'alabasi deb ko'rsatdi. Mana bu to'g'ri nuqta. Bu harakat to'g'ri yo'lda mang'uvchilarning g'alabasidir deb ko'rsatdi. Angliyaning Yevropa İttifoqidan chiqib ketishini Farage Mustaqilchilar Partiyasining raisi dediki, bu Angliya fuqarolarining g'alabasi edi. Shundaqla to'g'ri yo'lda mang'uvchilarning g'alabasi. Demek tarixda shundaq to'g'ri yo'lda mang'uvchilar g'alaba qila oladi, fuqarolar, avom xalq g'alaba qila oladi degan ishonch bilan yashagandilar. Andın bu siyasi neticelerge erişkili mümkün bo'lishi kerak. Yevropa 6.5 Yevro puli 6.5% pahalılaştı. Fon sterling 3% pahalılaştı. Bunu hazır bugün ketgende xaberde hazır fon sterling Angliyaning pul birligida 11% pahalılaşganligini ko'zda tutdi. Xitoyning puli shu munosabat bilan bugun kechalar 6.6 yaqinlashdi. 6.6 yaqinlashdi. Gap bu yerda Xitoyga buning qanchalik ziyon elib kelishi bu statistikadagi sonliq ma'lumotlar bilan o'lchanmaydi. Vatandoshim, albatta siz bilasiz bu nuqtani. Pul pahallashdi degan gap kambag'allar qaysi kunga qoldi bo'libmi Uyg'urlar? Mustamlik Uyg'uristonda Uyg'urlar iqtisodiy jihatda qaysi kunga qoladi degan gap. Xitoyning puli bu kecha 6.6 yaqinlashdi. İşçiler Partiyasining Yevropa İttifaqı quturishliq vaziri Kez Vaz BBC'ning muxbiriga bunday ko'rsatdi. Angliya xalqi hissiyot bilan bilet tashildi.
Yevropa İttifaqı ciddi yığın çağırıp referendumdan keyinki vaziyetni bartaraf qilish kerak. O mundaq dedi. Bu akıbet bizden devletimizge, Avrupa'daki başka joylarga ve başka devletlerge ve dünyanın başka joylariga nisbeten aytganda bir afetden derak berdi. Cameron Angliyaning vaziri 10 ayda istifa beradiganligini e'lon qildi. Demek, hürmetli vatandaşım, Avrupa İttifaqı. Avrupa İttifaqıda tövrüklük rol oynaydigan 3. devlet değil, Fransiya, Germaniyadan qalsılı 3. devlet Angliya değil. Bu 28 devletlerin ittifaqı. Bugün Angliya Avrupa İttifaqıdan çıkıp ketdi degan söz. Ata, yak ögünlikke İtalya çıkıp ketemdi yok. İspanya çıkıp ketemdi yok. Eğer müjde davamlaştırgan bolsa Avrupa İttifaqı vakti yemirildi, gümran boldu degan gap. Bunun da bizden özümüzden tarix qarışı boyunca hüküm qilsak, bana bir cümle söz aytishib bo'ladi ki, vatandaşım, imperiyani insan qabul qilmaydi. Odamlar imperiyalik siyosiy tuzumni qabul qilmaydi. Biz bu nuqtani yana tahlil qilsak, Yevropada Kreml sarayı imperiyasi yemirilgandan keyin ikkinchi qatam yuz bergan dag'dug'ali harakat deyishga bo'ladi. Hozir davron katta emas. Bu to'g'rida so'zlanayotgan davronlar katta emas. Lekin shu narsani xulosalab aytishga bo'ladiki, imperiya yoki shundoq Yevropa ittifoqidagi davlatlar chavak bilan qoriladi. Ya'ni oxirida chavak bilan oxirlashadi. Chavakning roli mana shundoq. Yevropa ittifoqi qurilganda hamma odam chavak chelishgan edi deyli. Bugun Angliyaning Yevropadan chiqib ketishi, ya'ni chavak bilan oxirlashdi. Şuna hazırgı çıkılıp kılıvatkan Asiyadaki birden bir imperiya, müstemliki milletlerini müstemlik kılıvatkan imperiya, Xitayga nispeten bu katemki Avrupa İttifaqı bu davalgoş, yaki bu parçılış, kandak tasir görürsüdü. Bu toğırda azı karısı birdi mi deyişki bulmaydı. Ondak buludu, mundak buludu deyip, tahlilçiler bu toğırda bir narsa değil mi deyip. Lekin destek kademde Xitay hakimiyeti, Xitay devleti, Avrupa kirmekçiydi. Onun kuruluqtaki İpek yolu şu yaga bırattı. Onun deniz üstü İpek yolu bugün Cenubu denizde macera teravatıdı. Macera teravatıdı. Endelikti yakında 7. ayının 7. günü Gaga Sot Kollegiyesi kesim keskişler kararını ilan kılıdı. Eğer bu karar Xitayga paydasız olsa, Xitay Cenubu denizde neme kılışı mümkün? Bu bir sual. Eğer bu karar Xitayga paydalılık olsa, anadaki başka devletler, yani şu Cenubu denizde menfaat bağ devletler, ular neme kılışı gerek? Mesela bir yerden bütün dünyanın desek buludu. Paraxotları, soda paraxotları ötüp durduğu yol. Xitayning maqsadi Janubi dengizni kontrol qilib bir aralga bir bayroq chiqarish yoki yana bir aralga aeroplan, spisi aeroplan yuguradigan yo'l yasashda emas. Hozir Xitayning maqsadi Janubi dengizni tamam kontrol qilish yoki Soda yo'lini kontrol qilish. Hatta Malakka bo'g'ozigacha kontrol qilish. Xitayning maqsadi bu. Balki buni g'arb dunyo tushunganda yo tushunmaganda buna qarasam G'arb dünyasının siyasiyaları bek ak ko'ngil keldi ekan. Yani akıbeti ne bo'ladiganini bilgili olmaydi. Biroq hozir Yevropadagi bu tavrash Yevropa İttifaqının o'g'lini tavratdimi yoki qandaq? Bundan keyin qandaq bo'ladi? Biz bunga yana tahlil maqolalarni davomli vatandoshlar bilan o'rtoqlashamiz.